Bugun Universiada 2016 sport musobaqalarining futbol bo'yicha bellashuvlari Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston jamoalari o'rtasida boshlandi. Musobaqada ikkala jamoa vakillari ham g'alaba sari intildilar, lekin juda ko'p holatlarda tajriba va mahorat bobida Toshkent shahri vakillari ustunlikka ega ekanliklarini namoyon etdilar. Keskin va murosasiz kechgan bellashuvlar yirik 6-1 hisobida poytaxtlik talabalar foydasiga hal bo'ldi. Jamoasini 6-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Mana bugun biz Universiada 2016-yil Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan futbol musobaqasida birinchi bo'lib futbol musobaqasini ochib berdik va bu o'yinda yirik hisob bilan g'alaba qozondik. Bu g'alaba oson bo'lmadi. Mana muxlislarning oldida, murabbiylar oldida yuzimiz yorug' bo'lib, mana bugun xudo xolisa o'yinni yutib oldik. Xudo xolisa bugun mana Samarqand bilan Farg'ona o'yinidan keyin xudo xolisa finalchi nomi aniq bo'ladi. Ikkinchisi xudo xolisa finalda Farg'ona bilan o'ynash niyat bor xudo xolisa. Qoraqalpog'iston terma jamoasi ham yaxshi tayyorgarlikka ega ekan. Mana bugun hamma ko'rdi. Muxlislar ham mana qo'llab-quvvatlashdi Qoraqalpog'istonni ham. O'yin qiyin va chiroyli muxlislar bo'ldi deb o'ylayman. Samarqand viloyati va viloyatimiz vakillari o'rtasidagi futbol musobaqalari ham shiddatli va xavfli vaziyatlarga boy tarzda kechdi. Universiada o'yinlariga ko'rilgan puxta tayyorgarlik farg'onalik sportchilarning samarqandlik tengdoshlari bilan bellashuvida har jihatdan qo'l keldi. Tayyorgarliklarimiz yaxshi bo'ldi. O'yin keskin o'tyapti. O'zingiz ko'rib o'tirganingizdek. Muxlislarga yoqayapti o'yinimiz. O'ylaymanki, xudo xolasa finalda yutib, Farg'ona chempion bo'ladi. Raqiblar kuchli, tayyorlanib kelishgan, ko'rinib turibdi. O'z ko'rib o'tirganingizdek yaxshi bo'lyapti. Musobaqaning birinchi taymi 2-0 hisobida farg'onalik talabalarning ustunligi bilan yakunlangan bo'lsa, ikkinchi taymda mehmonlarning gol kiritishga bo'lgan intilishi natija berdi va farg'onaliklar darvozasiga birinchi gol kiritildi. O'yin so'ngiga qadar shu hisob saqlanib qoldi. 2-1 farg'onalik talabalar oldinda. Farg'ona davlat universitetining yopiq suzish havzasida Universiada sport o'yinlarining suzish bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Dastlab qizlar o'rtasida 50 metrga erkin usulda suzish bellashuvlari bo'lib o'tdi. Unda sportchi qizlar bor imkoniyatlarini ishga solgan holda g'alaba sari intildilar. 100 metrga biroz usulda suzishda farg'onalik O'g'iloy Teshaboyeva tengdoshlariga nisbatan mahorat jihatdan ustun ekanligini ko'rsatdi. Mazkur bahslarda Samarqand viloyati vakili Alyona Ulyanova ham yaxshi natija qayd etdi. Mana bugun viloyatimizda juda ham katta bayram, biz bundan juda ham xursandmiz. Biz viloyatimizda Universiada 2016 musobaqalari bo'lib o'tmoqda. Biz farg'onalik yoshlar bundan juda ham xursandmiz, hamma xursand. Viloyatimiz juda ham ko'rkam, obodonlashib ketdi. Mana bugun suzish musobaqasi bo'lib o'tyapti yopiq suv havzamizda. Men suzish sport bo'yicha 10 yildan beri shug'ullanaman. Juda ham ko'p respublika, viloyat chempionatlarida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritganman. Namanganda bo'lib o'tgan Barkamol avlod musobaqalarida ham qatnashib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritganman. Bugungi musobaqamizda birinchi kuni juda ham yaxshi o'tyapti. Raqiblarimiz juda ham yaxshi tayyorlanib kelishgan hammasi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Nafaqat raqiblarimiz bilan nafaqat raqib sifatida do'stona munosabatlarni ham mustahkamlayapmiz. Bugungi musobaqamiz birinchi kunida chalqancha, biroz erkin usullarda suzyapmiz. Xudo xolasa mana shu Universiada 2016 musobaqalarida viloyatimiz sha'nini munosib darajada himoya qilishga va'da beramiz degan umiddaman. Xudo xolasa bir faxrli o'rinlarni egallaymiz. O'smirlar o'rtasidagi 50 metrga erkin suzish bahslari ham qizg'in tarzda kechdi. Shu kuni o'smirlar va qizlar o'rtasida 100 metrga biroz usulda, 200 metrga chalqancha va erkin usulda suzish musobaqalari ham o'tkazildi. O'smirlar o'rtasidagi 100 metrga biroz usulda suzish bahslarida viloyatimiz vakili Xursandboy Xolmirzayev yuqori natija ko'rsatdi. Albatta, barcha viloyatlar sportchi talabalari g'alaba sari intilyaptilar. Barcha yoshlarni yuqori cho'qqilarni zabt etish hissi qamrab olganligi har bir bahslarda yaqqol ko'rinib turibdi. Muhtaram yurtboshimizga rahmat. Avvalambor shu 3 bosqichli sport o'yinlarini tashkil qilib, biz yoshlarga shunchalik e'tibor qaratib, bizga shu sharoitlar yaratib berganiga avvalambor katta rahmat. Bu sport saroyida hozir shu Universiada musobaqalarini final bosqichi bo'lib o'tyapti.
Men Andijon shahridan keldim. Viloyatimiz nomidan qatnashyapmiz. Sharoitlar yaxshi. Basseyn, suv havzasi juda xalqaro talablarga javob beradigan nimada qurilgan. Talablarga javob beradigan ravishda qurilgan. Musobaqa ko'tarinki ruhda o'tyapti. Yangi do'stlar orttiryapmiz. Xursandchilik, bayramona kayfiyat hamda xursandmiz. Suzish bo'yicha musobaqalarni kuzatar ekanmiz. Har bir jamoa vakillarining intilishi, mahorati, yurtimizda sportning barcha turlari kabi suv sporti turiga ham qaratilgan katta e'tiborni mana shunday natijalar orqali namoyon etib turganligiga yana bir karra amin bo'ldik. Ayniqsa qizlarning mazkur sport turiga bo'lgan ishtiyoqi havas qilsa arzigulik. Sport musobaqalari davom etmoqda. Farg'ona davlat universitetining voleybol zalida voleybol bo'yicha qizlar o'rtasidagi bellashuvlar ham qiziqarli va murosasiz kechdi. Dastlab maydonga tushgan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyati vakillari o'rtasidagi bahs keskin ruhda va Qoraqalpoq qizlarining to'liq ustunligida o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Navoiy viloyati vakillari ham har daqiqada o'z mahoratlarini namoyish etishga urindilar. Lekin tajriba va mahorat bobida ustun bo'lgan hamda Universiada sport musobaqalariga puxta tayyorgarlik ko'rgan Qoraqalpog'iston sportchi qizlari yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondilar. Bugungi o'yin musobaqaga, Universiada musobaqalariga ikkinchi marotaba qatnashdim. Oldingi musobaqalarda faxrli ikkinchi o'rinni olgandik. Bu galgi musobaqada ham biz puxta tayyorgarlik ko'rdik. Asosiy raqiblarimiz bu Navoiy jamoasi hamda Toshkentning Skif jamoasi edi. Ko'rib turganingizdek, Navoiy jamoasiga biz puxta tayyorgarlik ko'rdik. Ular ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan ekan, lekin shunga qaramay bizning tajribali trenerimiz Kazakov Azat boshchiligida bo'lganimiz sababli Navoiy jamoasini 3-0 hisobida g'olib bo'ldik. Bundan juda ham xursandmiz. Jamoamiz hammasi yosh tarkib, shunda ham lekin yaxshi o'yin ko'rsatdik degan deb o'ylayman. Farg'onaga birinchi marotaba tashrif buyurishimiz kecha ochilish marosimini bo'lib o'tdi. Unda yaxshi ochilish marosimiga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan ekan. Sharoitlari ham juda yaxshi, yotoq joylari, ovqatlar, bugungi sport zallari bizga juda ham ma'qul keldi. Buning uchun ularga, Farg'ona ahliga ko'p minnatdorchilik bildiramiz. Voleybol bo'yicha qizlar o'rtasidagi shiddatli o'yinlar yurtimizda xotin-qizlar sportini rivojlantirishga qaratilgan yuksak e'tiborning natijasidir. Zero qizlarning sport bilan shug'ullanishi bu sog'lom avlod dunyoga kelishining dastlabki omillaridan biridir. Shu kuni Namangan viloyati va Toshkent shahri sportchilari ham o'zaro bellashdilar. Musobaqaning ikkinchi kunida final o'yinlari o'tkaziladi.